Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Gulchehra. Uyghur Milliy Harakati rahbari Rabiya Qadir xonim Xitoy doiralari Uyghur elida boshlagan terrorlikqa zarba berish harakati haqida ogohlantirish berib, bu xildagi harakatlarning rayondagi millatlar munosabatini texmo jiddiylashtirayotganligini bildirdi. Xitoy doiralari 15 avgust xabar taqib, mush oyning 11 kunidan 10 oyning 15 kunigacha Uyghur eli miqyosida terrorlikqa zarba berish to'lqini qo'zg'ayganligini bildirgan. Rabiya Qadir xonim mazkur harakatni Xitoyning Qashqa va Xotandagi voqeadan savoq olmaganligining ifodasi deb ko'rsatdi va bu xil harakatlarning hatto Xitoy fuqarolarining hayotiy bexatarligini xatar ostiga ittirganligini ilgari surdi. Londonda turishliq Islom kishilik huquq komiteti 5-iyul Urumchi voqeasi haqida bir doklad e'lon qilib, Xitoy doiralari mazkur voqea haqida tarqatgan uchurlarga savol qo'ydi. Dokladda bir guvohchining Urumchi voqeasi va undan keyingi ahvollar haqidagi bayonlari deb nom berilgan. Dokladda mundaq deyilgan: Xitoy doiralari o'lguchilarning asosan Xitoy ekanligini ilgari surdi va ko'chada qator yotqizgan jasadlarning rasmlarini e'lon qildi. Ammo bu yerda bu jasadlarning Xitoy ekanligini isbotlaydigan aniq dalillar yo'q edi. Dokladda yerliklardan egallagan nurg'un ip uchlari va Xitoy askarlarining Uyg'urlarni qandoq bostirayotganligiga oid faktlar o'tirib qo'yilgan. Vengriyaning Budapest shahrida o'tkazilgan 10 qurultayga Uyg'urlar o'zlarining naqshi usul san'atini emas, balki Uyg'ur taomlarini birga elib keldi va boshqalarning diqqatini tortdi. Qurultay 8-oyning 12-kunidan 15-kunigacha o'tkazildi. Qurultayga Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakolatan Germaniya va Shvetsiyadan bo'lib 20 dak Uyg'ur qatnashdi. Bu yig'inga qatnashgan Umid Agahi apandining aytishicha, Vengriyada Majarlar Uyg'urlarni bag'an siri cho'nqur tushunishga va Uyg'urlarga yestashlik qilishga boshlagan. Yatavrashga chidamliq uy qurilishining nuqtaliq elib berilganligi tashviq qilingan Payzvat noyisining Shekarko'l yezisida 11 avgust ko'rilgan Yatavrashda birmi uyning saqlanmaganligi ilgari surilmoqda. Egalishimiz qaraganda 5,8 bal Yatavrashga chidamliq uylarga zahmat yetkazolmaydi deb qaralgan bo'lsa-mu, Shekarko'l va G'olto'g'roq yezisidagi 5,8 bal Yatavrashda saq uy qolmagan. 40 dan ortiq odam yaralangan. Bu reallik Xitoy doiralarining baxt qurilishi nomida mazkur yezda elib berayotgan Yatavrashga chidamliq uy qurilishiga nisbatan gumon tug'dirmoqda. Yaponiya Uyg'ur jamiyati Xotan va Qashqa voqealarining yuz berish sababi bilan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida tashviqiy varaqlarini tarqatib, yaponiyaliklarga voqealarning haqiqiy ahvolini tanishtirdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining mas'uli Ilhom Mahmud ziyoratimizni qabul qilib, faoliyatning ilgirkiga qaraganda unumli bo'lganligi, Yaponiyada Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildirganlarning bag'ancha ko'payayotganligini ilgari surdi. 8-oyning 17-kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining o'rinlashtirishi bilan Myunxen shahrida Turk islom jamoatlari, Germaniya hukumat doiralari va bir qism chet el konsullarining qatnashishida cho'ng iftor ziyofati o'tkazildi. Dunyo Uyg'ur qurultayi bosh kotibi Dolqin Aysoning bildirishicha, iftor ziyofatiga jami 150 dan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, ziyofatda Uyg'ur eli vaziyati, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatlari tanishtirilgan. Gollandiyada yashayotgan 50 dan ortiq Uyg'ur 13 avgust Gollandiyaning Utrecht shahrida bir masjidga yig'ilib, bir kechini ibodat bilan o'tkazdi va vatan ichi sirtida yashayotgan barliq qarindoshlarni yod etdi. Faoliyatni Gollandiyadagi Yevropa Sharqi Turkiston ma'arif jamiyati o'rinlashtirgan. Bu munosabat bilan Aysa Qarim ziyoratimizni qabul qilib, vatan ichi sirtidagi Uyg'ur musulmonlarining ahvoli haqida to'xtaldi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, bugungi haftalik xabarlar saytimiz mishada oxirlashdi. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.